Hurmatli guruhimiz a'zolari, hurmatli akalar, ukalar, bir-birimizga jon jigar kabi yaqinlar. Shunday bir zamonda yashayapmizki, mehri oqibat, mana kimnidir qo'shig'ida aytdi, nima o'qib berishdi Bahramjon. Hali siylay rahim anqoni urug' bo'lib turibdi. Lekin biz bunday narsalardan xol odammiz. Qayda bo'lsa bir-birimizni xohlab, qo'msab, istab, bir piyola choy bo'lsa ham ilinadigan, bir to'ram non bo'lsa ham bo'lishga harakat qiladigan, yaxshi gapimizni ham bo'lishadigan, yomon gapimizni ham ilinib o'shandan maslahat so'radigan bir insonlarmiz. Qayda bo'lsak ham baribir. Mana Bag'dod, Buvayda, mana Mingbuloq tumani, Shahrixon, Rishton tumani, Shahrixondan Bahodirjon kelib turibdi. Bu rizq nasib o'rtoqlar. Ustozimiz Sherali aytgandek, birovning rizqini birov yeyolmaydi. Bu rizq nasib o'rtoqlar. Bahodirjon mana shu bilan 3-chi yo 4-chi marta kelishi. Bu odam mana shu san'atchilarni yuzaga chiqarib ko'rsatib, o'shanga bir like bosib, rahmat desa xursand bo'ladigan odam bu odam. Shunga shuni qoni to'yadigan, shunga shuni nimalari ko'tariladigan inson. Men qoyil qolaman. Ba'zi odamlar qo'shnisiga to'yga kelishga erinadi, uzoqroq deydi. Bitta uynari deydi. Ha, bular qachon chaqirsa kelishadi. Rahmat. Bahodirjonni yurtiga, avvalambor, yonidagi aka-ukalariga, o'tib ketgan ota-onalariga, bo'lsa umriga, rizqiga barakalla tilaymiz. Qayda bo'lsa ham sog' salomat bo'lsin ilohim. Hech qachon sinmasin, yengilmasin. Misol uchun bizning mana teraklarimiz shu darajada pishib ketganki, Qo'qonning shamoli 30-35 metr kelsa ham uchi yerga tegib, qaytsa ham sinmaydi. Bahodirjon o'sha Shahrixonning teraklaridan bo'lsin ilohim. Uni shamol aqabaqa sindira olmaydi. Shohiga ham ziyon yetkazolmaydi kerak bo'lsa. Bu ukamizga uzoq umr, tan saqalik, xotirjamlik tilaymiz. Mana bugun qo'ldan kelgancha bir piyola choyimizga yo'q demay kelishdi. Biz buni yangi qo'rg'onimizga Qo'qonga a'zo qilib, boshlariga bitta chiroyli do'ppi kiygizib qo'ydik. Ilohim yana kelishganda Xudo xolasa bundan ham ordona yaxshi sovg'alar berish nasib etsin. Bu ukam yomonlik ko'rmasin, yaxshilik ko'rsin. Qayda bo'lsa ham peshonasini Xudo ham yoriq qilsin. Xudo berganini to'xtatib bo'lmas, bermasa-chi o'xshatib bo'lmas degan. Bunga bergan, buni to'xtatib bo'lmaydi. Unga tan beradiganlar yo'q. Xo'y qolsin. Amin. Shu ishimda, ustimizda ham ishlarga baraka bersin. Bugungi mana o'tirishlarimiz yozgi o'tirishlarimizni boshlanishi, bugungi yeb ichganimiz savobini, bugungi Navro'z arafasida qilingan ehsonlarimizni savobini, o'zimiz tomonidan o'tib ketgan ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, yori birodarlarimiz, piri ustozlarimiz, yurtlarimizdagi o'zimizda aziz avliyolar, shularni ruhboylarga bag'ishladik. Allohim yeyilgan, ichilgan, o'qilgan mana duolarimiz yuzasidan hammamiz duomizni Xudoyimiz o'zi kechirib yuborsin. Amin. Qayda bo'lsang sog' salomat qilsin. Kelajakda hammamiz o'ylagan maqsadlarimizga yetaylik. Umralarga borish, pul topgan pullarimizni yaxshi kunlarga sarf qilish, o'g'illarimiz, qizlarimizga sarf qilish, beda shukrlar aytib, Xudoga ibodat qilib, shundan minnatdor bo'lib yurish nasib etsin. Mana bu yerda bunyod qilgan insonlarning ishlariga, oshlariga barakalla bo'lsin. Allohim bu yanagi Navro'zga ham bundan ham chiroyli bo'lib o'tirish nasib etsin. Ikki dunyoda kam bo'lmaylik Allohim. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika arhamar rohimin. Shukr birodar. Hammalar salomat bo'linglar. Baraka. Do'ppilarga berishdik varaqlariga. Sher aka Jo'rayev Rahmali faqat shunaqa do'ppi kiyadi-a to'ylarda. U konsertlarda ham Bitta odamdan oladi. 10-15 ta bitta olib ketadi, bittasi kelib mashina kiyadi. Sizni Bahodir yapon deganlar do'ppi kiyganingizni qilib, Yanqonga borib o'zbek bo'lib ketdingiz. Yaqinlar shular, bittasidan jinoyatmi? Ishlar yo'qmi deysiz? Hozircha yana kelgan soat 9:da yakta beradi. Yakta beradi. Yasir qilalasin. Orom bo'y. Bahodir akam degan Qur'onga kelib o'zbek qilibdi deydi. O'sha kesilgan jin tashlab yubormang. Ha. Mashinalardan ukalarimiz bor. Bersangiz
kalitiga birilloqda yuradi. Vah! Kulgiga nima yesin ha? Bahodir Yaponda yashayam bor ekan deydi.